أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 24-ci para. Allah'a yalğanı çaplagan, nazil bolğan rast sözünü, yani Qur'an'ni inkar qılğan adamdınmı zalim kişi barmı? Cehennemde kafirlarga o'rin yo'qmi? Rast söz, yani Qur'an'ni elib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qiluvchilarning mukofotidir. Alloh ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallar bo'yicha savob berdi. Alloh bandasiga, ya'ni Muhammad alayhisalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Alloh gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah hidayet qilgan odamni hech ozdirg'uchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarni jazolag'uchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, agar Allah menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dafi qilishga, ya Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga, Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlarchi. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Menmu o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'uchi azobning kimga keldiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Shubhisizki, biz sana kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Kimki hidoyat topadigan, o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan. Ya'ni ularni iymonga zo'rlashga muvakkal emassan. İnsanlar o'ladigan chaqlarda Alloh ularning jonlarini oladi. O'lmaganlarning jonlarini uxlagan chaqlarda oladi. O'limga hukm qilingan, ya'ni ajali yetganlarning jonlarini tutib qilib, qolganlarning jonlarini muayyan vaqtgacha, ya'ni ajali yetguncha qo'yib berdi. Buningda fikir yurgizadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Ular fikir yurgizmadi, balki Allohni qo'yib butlardan shafaatchilarni tutdi. Aytqinki, ular, ya'ni shafaatchi qilingan butlar hech narsaga qodir bo'lolmaydigan va hech narsani sezmaydigan tursimu, ularni shafaatchi tutamdi. Shafaatning hammasi Allah'ın ilgididir. Hiç adam Allah'ın iznisiz şafaat kılılmaydı. Osmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Ondan sizler Allah'ın dargohiga qaytirilisizlar. Yalğız Allah tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allah'dan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xush bo'lib ketadi. Aytqinki, ey osmonlarni va zaminni yaratquchi, yoshirinni va oshkorni bilguchi Alloh. Sen bandlaringning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Agar o'zlariga zulm qilganlarning ig'dorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi yana shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kundagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chaqlarida to'plab baxmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda
payg'ambarning da'vatini masxara qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob o'rib oladi. İnsonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi. Ish u o'ylagandek emas, balki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdi, osiylik qilamdi deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Mundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. Ular bilmamdiki, Allah sinash yuzidan xalqin odamning rizqini kam qiladi. Xalqin odamning rizqini tar qiladi. Shak shubsizki, buningda iymon etgan qavm uchun nurg'un alomatlar bor. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xalqin odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubsizki, Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erisholmaganliginglardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytdinglar va uningga itoat qilinglar. Sizlar to'ymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari sizlarga hosil qilingan eng go'zal Qur'onga agishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat. Men Allohning shariatini va dinni masxur qilg'uchilardan edim deb qolmaslik uchun yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'latdim deb qolmaslik uchun yoki azobni ko'rgan chaqda kashki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Parvardigorga bo'ysunsin. Durust. Haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yintovliq qilding. Sen kofirlardan bo'lding. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qap-qora ko'rasan. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah sherikdan va gunohdan saqlanguchilarni baxtga erishtiradigan yo'llar orqali azobdan qutuldirdi. Ularga kulfat yetmaydi. Ular qayg'urmaydi. Allah hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsaga mohiydir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Osmonlarning va zaminning g'azillarining oshqushlari Allohning ilkididir. Allohning oyatlarini inkor qilganlar ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey nadonlar, meni Allohning g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga, agar sen Allohga sherik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Balki yolg'iz Allohga ibodat qilgin va shukr qilg'uchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. Ular Allohni haqiqiy ravishda to'nimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning chanqilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Sur chilinqanda osmonlardagi va zamindagi Allah xohlagandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Ondan sur ikkinchi qatim chilinqanda nagahan ular turib nimaga buyurilganliklariga qarab turadi. Hamsharga Parvardigorning nuri bilan yuriydi. Nom amallar hozir qilindi.
payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Har odamga qilgan amalning savobi to'liq berildi. Allah ularning amallarini obdan biladi. Kafirlar jahannamga to'p-to'p bo'lib haydildi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochildi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga: "Aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligini ogohlantiradigan payg'ambar kelmaganmi?" deydi. Ular: "Shunda payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi" deydi. Ularga: "Jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon" deyildi. Parvardigorga taqvodorlik qilganlar jannatga to'p-to'p bo'lgan holda mangdirildi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga: "Sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar" deydi. Ular jannatga kirib o'rlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamdu sana Allohga xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishliguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi." Farishtalarning Parvardigoriga tasbih aytgan hamda aytgan holda arishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mo'minlar jannatga kiradi, kofirlar do'zaxga kiradi. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyildi. Sura G'afir Makkada nozil bo'lgan 85 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Hamim. Bu kitob, ya'ni Qur'on g'olib, hammani bilguchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Alloh gunohni mag'firat qilguchidir, tavbani qabul qilguchidir. Allohning azobi qattiqdir. Alloh in'om egasidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Oqibat qaytadigan joy uning dargohidir. Allohning oyatlari, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodala qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagin. Ular, ya'ni Makka kofirlaridan burun Nuhning qavmi va ulardan keyingi payg'ambarlarga qarshi uyushgan Ad va Samudga o'xshash jamoalar payg'ambarlarni inkor qildi. Payg'ambarlarni inkor qilguvchi ummatlardan har ummat o'zlarining payg'ambarini halok qilishni qasdladi. Haqni bekor qilish uchun botil so'zlar orqali payg'ambarlari bilan munozara qilishdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Mening azobim qandoq ekan? Shuningdek, ya'ni ilgirki ummatlarga tegishli bo'lgan Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishli bo'ldi. Ular do'zax ahlidir. Arishni ko'tarib turgan va arishning cho'risidagi farishtalar Parvardigorga tasbih aytadi. Hamd aytadi. Uningga iymon aytadi. Mo'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: "Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin." Parvardigorimiz, sen ularni ularning ota-bobolaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan? Shubhasizki, bu kunda sen
uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Shubhisizki, kofirlarga Allohning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi, sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilatdinglar, lekin iymon etmaydinglar deb nido qilindi. Ular Parvardigorimiz, bizni 2 qitim o'ldirib, 2 qitim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi? deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Faqat Allohning toatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan vaz nasihat oladi. Dininglarni shirkdan va riyodan saq qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdami Allohning martabasi yuqoridir. Alloh arshning egasidir. Haloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Alloh o'z hukmi bo'yicha bandalardan xohlagan odamga vahiy tushirdi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo berildi. Bugun zulm yo'qdir. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u hasratga to'ladi. Zolimlarga yaqin do'st va shafoati qabul qilinadigan shafoatchi bo'lmaydi. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yoshirun narsalarni bilib turadi. Allah odillik bilan hukm chiqaradi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular bo'lsa zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat qurish jihatda bular, ya'ni sening qavmingning kofirlaridan ustun edi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Ularni hech ahadi Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlarni elib kelgan edi. Ular ishonmadi. Shuning bilan Alloh ularni jazoladi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Biz Musoni mo'jizlarimiz bilan ro'shan dalil bilan haqiqatan Fir'avnga, Amonga va Qorunga avatdik. Ular Musoni yolg'onchi, sehrgar deyishdi. Musa ularga dargohimizdan haq, ya'ni payg'ambarlik bilan kelganda, ular Musa bilan iymon etganlarning o'g'illarini, naslini quritish uchun o'ldiringlar, ayollarni xizmatga silish uchun qoldiringlar dedi. Kofirlarning hiyla mikri faqat barbod bo'ldi. Fir'avn aytdi: "Meni qo'yib etinglar, Musani o'ldiraman." Musa o'zini mendan qutuldirish uchun Parvardigorini chaqirsin. Men haqiqatan Musaning dininglarni o'zgartib etishidan yoki zaminda, ya'ni davlatda qalaymaqonchilik tug'dirishidan qo'rqaman. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." Fir'avn xonadoniga mansub
imonini yushirdigan bir mo'min odam aytdi. Sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ldiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Agar u payg'ambarlik davosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigadir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Allah haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Misr zaminda sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi? Fir'avn aytdi: "Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman." Men odam aytdi: "Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ularning keyingilarga o'xshash jamoalar uchirgan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Alloh bandalariga zulm qilishni xohlamaydi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib, orqanlarga chekinisizlar. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Kimki Alloh uni gumroh qiladi ekan, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Shak shubhasizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizlarni elib keldi. U elib kelgan dalildan sizlar hamon shaklandinglar. Toki u vafot bo'lganda dal poksiz holda Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Alloh gunohda haddidan oshquchini, dinda shaklanguvchini mushundoq ozdirdi. Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlar Allohning dargohida va mo'minlarning nazarida qattiq nafrat qiladi. Buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan, bandalarga zulmgarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlab etadi. Fir'avn vaziri Hamonga: "Ey Hamon, menga bir egiz bino solgin. Uning bilan men darvozlarga, osmonning darvozlariga yetishim mumkin. Shuning bilan men Musoning ilohini ko'ray. Men haqiqatan Musoni yolg'onchi deb gumon qilaman," dedi. Fir'avnga uning yomon amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Fir'avn gumrohlik tufaylidan hidoyat yo'lidan manhi qilindi. Fir'avnning ilm fikri faqat bekordir. Fir'avn xondonidan iymon etgan kishi aytdi: "Ey qavmim, sizlar menga agishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladi ekan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo berildi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mo'min turib biror yaxshi ish qiladi ekan, ana shular jannatga kiradi. Jannatda ularga hisobsiz rizq berildi. Ey qavmim, menga nimadirki, sizlarni men do'zaxdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilasizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni g'olib bandalarning gunohlarini noiti mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahlida uzoqdir. Sizlarga azob hosil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini aslayman. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Fir'avn jamoasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi.
Ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rinib turadi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda Fir'avn jamoasi azobning eng qattig'iga, do'zax o'tiga kiringlar deyildi. U chaqda ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Ojiz agashguchilar akabur agashtirguchilarga shubhasizki biz sizlarga agashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini elib tashlay olamizlar deydi. Akabur agashtirguchilari shubhasizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Allah haqiqatan bandlarning orasida hukm chiqardi deydi. Do'zaxdagilar do'zaxga muakkal farishtalarga sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklasa ekan deydi. Ular ya'ni do'zaxga muakkal farishtalar payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizlarni elib kelmaganmidi deydi. Ular ya'ni kuffarlar elib kelgan edi deydi. Ular ya'ni farishtalar sizlar duo qilinglar. Lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. Shak shubhasizki biz payg'ambarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'nat uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Shubhasizki biz Musoga hidoyat ato qildik. Isroil avlodiga kitob, ya'ni Tavratni miros qilib berdik. U aql egalari uchun hidoyatdir va nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkazgan arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana va sening tabalaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for etqin. Oqshimi atigini Parvardigoringga hamdi bilan tasbih etqin. Shubhasizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibri bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib ularning sharridan panoh tilagin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir. Hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ammo bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mo'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilguvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vas nasihat olasizlar. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Va lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. Parvardigoringlar aytadi: "Menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tilagininglarni beraman. Shubhasizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi." Kunduzi ishlab yetgan arg'inliqdan orom elishinglar uchun Alloh sizlarga kechani qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yorug' yaratdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlidir va lekin insonlarning to'lisi Allohning ihsoniga shukr qilmaydi. Allohning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. Ana shu Alloh sizlarning Parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketisizlar. Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ey Muhammad, qavmingning Allohning oyatlarini inkor qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlar mushundoq qilgan. Alloh sizlarga zaminni, turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. So'rtinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi.
Әні şu Allah sizlərinin pərverdigarınlardır. Adamlarning pərverdigari Allah'ның bərəkəti böyükdür. Allah hayatdır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Dininglarni şirikdən və riyadan saq qılğan halda onunğa ibadat qılыңlar. Cemi hamdu sana Allah'ның pərverdigari Allah'a xasdır. Ey Muhammed, etdin ki, pərverdigarımdan mana roşan dəlillər kelgan çağda sizlər Allah'ni qoyub ibadat qılıb atqan butlarınlarga ibadat qilishdan manhi qilindim. Olamlarning pərverdigariga bo'ysunishga buyurildim. Allah sizlarni, ya'ni otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obi ma'nidan, ondan laxta qondan yaratdi. Ondan u sizlarni onanglarning qornidan bo'voq oltinlarda chiqirdi. Ondan kuch-quvvat va aqlda kamolat yeshi qaron vaqtinglarga ketisizlar. Ondan qiyraysizlar. Ba'zinglar burun vafot bo'lib ketisizlar. Ondan sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allah'ның qudratining dalillarini tushungaysizlar. Allah tirildirishga va o'ldirishga qodir. U biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah'ның oyatlari ustida janjallashayotganlarni ko'rmadingmi? Ular qandaqmi hidoyatdan gumrohlikqa burilib ketadi. Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizlarni inkor qildi. Ular uzoqqa qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. U chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kirildi. Ondan o't kuydirildi. Ondan ularga Allah'ni qo'yib sherik keltirgan butlaringlar qayerda deyildi. Ular u butlar o'zlarini bizdan chetga oldi. Balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydi deydi. Allah kafirlarni mushundoq gumroh qiladi. Bu azob sizlar ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib pul molni harom yo'llarga sarf qilganliginglar uchun, xo'shal bo'lganliginglar va akavir bo'lib ketganliginglar uchundir. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Ey Muhammad, qavmingning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Allah'ning ularni azoblash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allah'ning va'dasiga vafo qilganlikdir. Yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytarildi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. Sendan ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirolmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqarildi. Bu chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar ziyon tortadi. Menishinglar va go'shtlarni yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib, dilinglarga pukkan hashtinglardan chiqsizlar. Quruqlikda yuk taqinglarni ularga artisizlar. Dengizda kemalarga qachilaysizlar. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allah'ның qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib payg'ambarlarni inkor qildi va masxar qildi. Ularga
o'zlari masxar qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonining ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kafirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Sura Fussilat Makkada nozil bo'lgan 54 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu nahayat shafqatlik, mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan vahiydir. Oyatlari ochiq bayon qilingan kitobdir. Bedadag'in qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchidir. Kafirlarni do'zax bilan ogohlantirguchidir. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'ridi. Ular uningga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga bizning tillarimiz sen bizdan da'vat qilgan narsalardan farqlangan. Quloqlarimiz eg'ir, sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni dinniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi haqiqatan o'z ishimizni qilaylik. Ya'ni senmi o'z dining bilan bo'l, bizmi o'z dinimiz bilan bo'laylik, deydi. Sen u mushriklarga, men sizlarga o'xshash insonman. Manga ilohinglar bir ilohdir, deb vahiy qilindi. Uningga iymon va taat ibodat bilan yuzininglar va uningdan mag'firat tilanglar degan. Mushriklarga voy. Ular zakat bermaydi, oxiratga ishonmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga albatta o'zliksiz savob berildi. Sen ularga sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga sheriklar keltiramsizlar. U olamning parvardigoridir degan. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Albuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyoriy keldi dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tuvanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa, sen ularga sizlarni Ad va Samud qavmlarining beshiga kelgan azob o'xshash azobdan ogohlantirman degan. O'z vaqtida ularga oldi keynidan, ya'ni hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular agar Parvardigorimiz xolisa cho'qim farishlarni tushirgan bo'ladi. Biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz dedi. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Ularga bu dunyoda har qilg'uchi azobni tetishimiz uchun shum kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdik. Oxiratning azobi texmi har qilg'uchidir. Ular azobni dafi qiladigan yordamga erisholmaydi. Samud bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik.
Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. Iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga ergashganlarni azobdan qutqizdik. U kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'plandi. Oldi, orqasi yig'ilib bo'lguncha to'xtatib qo'yildi. Ular do'zaxga kelganda ularning quloqlari, ko'zlari, terilari, ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terilariga "Nemishqa bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terilari: "Har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar" deydi. Sizlar dunyodagi chig'inglarda quliqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki, a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortqushlardan bo'ldinglar. Agar ular azobga chidasa, chidamliqning foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikqa erisha olmaydi. Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Ular, ya'ni shaytonlar, ularga oldi-keyindagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarni chiroyli ko'rsatdi. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor shaqi ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi. Chunki ular ziyon tortqushlar edi. Kofirlar: "Bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin" deydi. Biz kofirlarga cho'qim qattiq azobni tetdimiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlariga beriladigan jazo ana shu do'zaxdir. Ularning mangulik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo berildi. Kofirlar: "Parvardigorimiz insonlardan va jinlardan bizni ozurganlarni bizga ko'rsatgin. Ularning eng xorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz" dedi. Shubhisizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, "Qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tarqan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir" deydi. Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va tauhidiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va "Men haqiqatan musulmonlardanman" degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nisba egasilar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharidan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandlarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, agar kuffarlar cho'ngchilik qilib
Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kecha kunduz Allohga tasbih aytib turadi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen zaminni qaqas ko'rasan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tarildi va ko'pishadi. Shubhasizki, zaminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhasizki, bizning oyatlarimizni burmulab tushundirdiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xohlaganinglarni qilinglar. Shubhasizki, Alloh qilmishinglarni ko'rib turguchidir. Shubhasizki, Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazo uchraydi. Shubhasizki, Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidimi, orqasidimi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qilguchi, marhiga loyiq, Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sana mushriklar tarafidan aytilgan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga, qavmlar tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhasizki, sening Parvardigoring mag'firat egasidir va qattiq azob egasidir. Mubodo biz uni ajam tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nemish uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shakdadir. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir. Yomon ish qiladi ekan, zararmi o'zigadir. Parvardigoring bandalarga zulm qilguchi emasdir. Kitob o'qish munbiri avlodlar torbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.